Saidaz aka, qaysi turdagi kasalligi bor insonlarga ro'za tutish mumkin emas? Bizning yo'nalishimizda oshqozon ichi tizimi kasalliklari, ya'ni yara kasalliklarida avj davri bo'lsa agar, bezovta qilayotgan bo'lsa, yara o'tkir bo'lsa, og'riyotgan bo'lsa, bunaqa holatlarda ro'za tutish mumkin bo'lmaydi. Agar yara bezovta qilmayotgan bo'lsa, bitib ketgan, chandiqlangan yara bo'lsa, unda maxsus dorilar ichib, demak, ro'za tutish mumkin bo'ladi. Jigar kasalliklari bo'yicha jigar yetishmovchiligi bo'lganda, ya'ni sirroz bo'lganda ro'za tutish tavsiya etilmaydi va agar surunkali gepatitlarda fermentlar oshishi, ALT, AST oshishi bilan demak jarayon kechayotgan bo'lsa, bunaqa holatlarda ham ro'za tutish tavsiya etilmaydi. Deylik, mabodo ro'za tutdi, unda nima o'zgarishlar bo'ladi? Yara kasalligida yarani og'rig'ini kuchayishi, yaradan qon ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Sirroz kasalliklarida jigar yetishmovchiligini kuchayishiga olib keladi, oqsil tanqisligiga olib kelishi mumkin. Bu ham demak bemorning holatini og'irlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday bemorlarimizga bizga murojaat qilishganda ro'za tutmay turishni tavsiya qilamiz.